Assalomu alaykum. 8-14 iyun haftaligida jahonda va O'zbekistonda biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. Endi birinchi yangilik baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi biznesga ham, marketingga ham aloqasi bor yangilik. Jahon chempionati boshlandi. Barchangizni ushbu bayram bilan tabriklayman va bizning milliy terma jamoamizga ushbu jahon chempionatida omad tilayman. O'tgan hafta jahon tarixida, jahon biznes tarixida juda ham ko'zga ko'rinadigan bir voqea yuz berdi. Insoniyat tarixida birinchi marta biz bir inson dollaraviy trillionerga aylanganini ko'rishimiz mumkin. Elon Musk tarixda birinchi marta trillionerga aylandi. SpaceX kompaniyasi IPO ga chiqdi va IPOning birinchi kungi savdolari natijasida Elon Muskning o'sha boyligi 1 trillion dollardan oshiqqa baholandi. Endi 1 trillion dollar bu juda ham katta summa. Oddiyroq baholaydigan bo'lsak, kuniga 1 million dollardan ishlatsangiz 2700 yildan ko'p vaqt ketadi sizga bu pulni ishlatib bo'lishingizga. Ya'ni bu juda ham katta kapital, juda ham katta boylik hisoblanadi. Elon Musk o'sha SpaceX kompaniyasining IPOsi natijasida shunday boylikka erishdi. SpaceX kompaniyasi o'sha bilamiz, biz kosmik biznes bilan shug'ullanadi, ya'ni kosmosga yuklarni yetkazib chiqarish planlarida Marsni egallab olish va bundan tashqari sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan bir nechta loyihalarni ilgari surayotganligini e'lon qildi va SpaceX kompaniyasi 1.78 milliard dollarga baholangan holatda deyarli 600 million dollar jalb qila olish qildi va buning natijasida o'sha IPOni amalga oshirdi. SpaceX kompaniyasiga omad tilaymiz va o'ylaymizki bu kompaniya hali juda ham ko'p yaxshi bizneslarni, yaxshi yangiliklarni bizga e'lon qiladi. O'tgan hafta o'zbek fast food brendlaridan biri juda ham bir ajoyib kollaboratsiyani e'lon qildi. Fidab kompaniyasi Oqtepa futbol klubi bilan hamkorligini e'lon qildi va kompaniyaning asoschisi Umid Ergashev ushbu kollaboratsiyani e'lon qilayotganda bir ajoyib bir sloganni e'lon qildi. Ya'ni Oqtepa Fidabni tanlaydi degan bir sloganni e'lon qildi. Biz bilamiz, ushbu bozorda yana bir katta bir o'yinchi bor, ya'ni Oqtepa Lavash degan kompaniya. Qani ko'ramiz qanchalik ushbu so'z o'yiniga kompaniya Oqtepa Lavash kompaniyasi javob beradimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. OpenAI kompaniyasi o'zini jahon futbol yulduzi Lionel Messi bilan birgalikda hamkorligini boshlaganligini e'lon qildi. Ya'ni biz bilamiz, OpenAIning eng katta loyihasi bu ChatGPT, barchamiz foydalanadigan va ushbu kollaboratsiyaning birinchi etapida Lionel Messi o'zining Instagram sahifasida o'zining o'sha ChatGPT yordamida Argentina bayrog'i ranglarida o'zini sochini bo'yayotganligini ko'rsatgan bir postni e'lon qilgan. OpenAI kompaniyasi ushbu hamkorlik natijasida dunyodagi futbol muxlislarini korxona mahsulotlaridan birinchi marta foydalanib ko'rishga undash maqsadida shunday harakatlarni amalga oshiryapti. Ya'ni o'sha ChatGPTning berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta davomida dunyo bo'yicha aynan ChatGPT orqali 17 milliondan ortiq futbol bilan bog'liq so'rovlar amalga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu albatta jahon chempionati bilan bog'liqligi aniq. Lekin Messi bilan yana bir ajoyib kollab. Angel Seafood kompaniyasi, ya'ni barchamizga Korzinka brendi orqali tanib bo'lgan kompaniya, o'zining Korzinka va Korzinka mahalla brendlaridan keyin aynan retail sohasida yangi brendni ishga tushirdi. Ushbu brendning nomi Afzal Market deb nomlanadi. Ushbu marketning asosiy pozitsionerovaniyasi bu respublikadagi ayniqsa chekka hududlarda, chekka tumanlarda kichikroq bozorlarga kirib borib, birinchi navbatda o'sha первой необходимость tovarlarni aholiga yetkazib berishga mo'ljallangan bir magazinlar tarmog'i ekanligini e'lon qilishdi va o'sha birinchi do'konlarning ochilishini ham amalga oshirishdi. Shaxsan meni eng yaxshi ko'rgan brendlarimdan bittasi. Kompaniyaga omad, men o'ylaymanki ushbu loyihaligi ham juda ham samarali va omadli bo'ladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yana bir oy kamida barchamiz futbol shukuhi bilan yashaymiz va kompaniyalarning futbol bilan bog'liq har xil kollaboratsiyalari, futbolga bilan bog'liq kommunikatsiyalari davom etadi va Yandex kompaniyasi ham aynan Yandex Go ilovasi orqali jahon chempionati arafasida o'zining interfeysiga bir kichik o'zgartirish kiritdi. Endi ilovadagi asosiy xizmatlar o'sha yeda, dostavka, market va taksi bo'limlari futbolga oid vizuallar bilan o'zgartirildi. Undan tashqari lavka
Yandex.Lavka tomonidan futbolga bog'liq bo'lgan mahsulotlarga maxsus chegirmalar e'lon qilindi va umuman o'sha futbol muxlislarining ma'lum bir talablari qondirilish maqsadida ma'lum bir o'zgartirishlar amalga oshirildi. Bunaqa o'zi kommunikatsiya ko'p kompaniyalarda ko'ryapmiz. Futbol mavzusi barchamizni yana kamida bir oy atrofimizda bo'ladi. O'tgan hafta Business Ombudsman ofisi tomonidan o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan yangi qaror e'lon qilinganligi va 1-sentyabrdan kuchga kirishi e'lon qilindi. Bu juda ham muhim xabar. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 12-iyundagi 306-sonli qarori bilan ijro etuvchi hokimiyat organlari, ya'ni davlat tashkilotlari endi bir nechta faoliyat turlari bo'yicha outsourcing xizmatlari orqali ishlashlari kerakligi belgilab berildi. Ya'ni ushbu qaror 1-sentyabrdan boshlab kuchga kiradi. Unga asosan endi davlat kompaniyalari o'z xizmatlar ushbu faoliyatni o'zlarining tarkiblarida emas, balki outsourcing orqali foydalanishlari kerak bo'ladi. Bu yerda eng endi biz uchun qiziq va muhim tarafi bu marketing, PR va reklama qismi. Ya'ni endilikda davlat kompaniyalarida marketing, PR va reklama xizmatlari professional outsource kompaniyalariga berilishi kerak. O'zim aytishim mumkin, bunaqa praktika ayrim davlat kompaniyalarida o'zi bungacha ham bo'lgan, hamma kompaniya ham in-house qilmagan bu narsani. Endilikda 1-sentyabrdan bu davlat kompaniyalari uchun majburiy. Xususan bizning Mirror Management kompaniyasi ham ko'p davlat tashkilotlari bilan aynan outsourcing xizmat orqali marketing va reklama bo'yicha xizmatlarni ko'rsatib keladi. Shaxsan biz uchun bu yaxshi yangilik, sababi endi biz yanada ko'proq davlat tashkilotlariga o'zimizning xizmatlarimizni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan hafta yana bir kichik yangilik bo'ldi, uni ham aytib o'tsam bo'ladi. Nima gap podkastida men mehmon sifatida qatnashdim va 2 soatdan ko'proq vaqt davomida boshlovchilar bilan birgalikda juda ham mazmunli va menimcha foydali bo'lgan marketing va biznesga bog'liq suhbatimiz bo'ldi. Barchangizga maslahat beraman YouTube'da Nima gap podkastini ko'rishni. 8-14-iyun haftaligida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklar mana shulardan iborat va biz yaqin orada yaqin 2 hafta davomida hafta dayjestlarini videosini qilmaymiz, balki biroz boshqacha ko'rinishdagi videolarni sizlarga taqdim etamiz. Menimcha bunisi ham qiziq va manfaatli bo'ladi. Albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Rahmat.